Hammaga assalomu alaykum, qadrli qushsevar YouTube kuzatuvchilari. Mana qushlar Xudo xolasa kunlar isib, hammasi bolada. Mana ular maladoy mana. Mana uni yangi oldik. Hop. Oltita. Mana edi. 5 ta bola baqirlar. Mana yerda tuxumi borlar bor, tuxumi borlarni bezovta qilmaymiz. Tuxumi bor, mana bunda tuxumi bor. Yotibdi. Bunda ham tuxumi bor. Ular harakatda. Bunda tuxumi bor. Ham harakatda. Mana bunda tuxumi bor. Mana bunda tuxumi bor. Ham harakatda yoki qo'ygan tuxum. Qafaslar mana har xil qafasda tajriba qilib ko'rdik. Oxirgi paytda qafas masalasi ham ancha avj olgan mahal. Sababki qushlarni sotuvga qo'ysak ham o'zimizdan ko'pchilik so'radi, bozorlarda ham ko'p eshitdik. Qafas qushlar uchadimi, yo'qmi degan savol ko'p bo'lyapti. Bunga sabab mana qafas bo'lmas ekan mana. 38 ga 45, 40 qilib yasalgan qafaslar mana. Mana shu qafas bo'lmaydi bu qafas. Endi biz ham keyinchalik o'zgartirib yuboramiz. Mana shunaqa kichkina qafasda baqilganning hisobiga qushlar ucha olmay qolyapti. Ko'p qushlar, ko'pchilik qush olib uyga boradi, qo'yvoradi, katta qafasda ucha olmaydi. Bunga sabab mana shunaqa kichkina qafas imkoniyat darajasida 50 killik qafaslarda baqish kerak ekan. Eng kichkinasi 50 ga 50 bo'lish kerak qafaslar. Imkon bo'lsa 60 ga 50, 70 ga 50 qilsa yana yaxshi bo'ladi. Menga yoqqani mana shu o'zim yasagan qafas mana 50 ga 50 bo'lgan bu qafas, mana eshiklarni ham. Mana shunaqa. 3 etaj bo'lsa ham bo'lmaydi. Bir-birini ustiga musori tushar ekan, axlat tushar ekan. 2 etaj mana shunday qilib, mana shunaqa qilib yasab boqilsa ham yaxshi bo'lar ekan. Maladoylarni manaqa katta valerga qo'yib yuboramiz. Valerda yuradi Xudo xolasa. Mana endi ham mana ochishni boshlagan, uchta ochibdi. Mana endi mana 6 ta bolasi bor. Mana shunaqa. Xonamiz sal torligini hisobiga qafaslar yaxshi ko'rinmagan. Lekin mana qafas 55 ga 57 bo'lgan. Bu mana shu qafas ideal qafas hisoblanar ekan. Menimcha yaxshi, zo'r qafas mana shuni razmeri. Mana shu yerda bitta limon 8 ta bola tuxum qo'yibdi, 8 ta tuxum. Endi nechta ochadi bilmaymiz. Xullas, shunaqa gaplar. Bilganimizcha, o'rganganimizcha savollar bo'lsa javob berib o'tamiz video davomida. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Mana ular ham hashar toshib yuribdi. Endi bir hafta bo'ldi olinganiga. Endi bular ham tuxum qo'yib qo'ysa kerak. Indiga narsa
to'ldiryapti.